Navbatchiligimiz davomida aynan mana shu ikkita bolajon ham kuyish jarohatini olib shifoxonaga og'ir ahvolda olib kelindi. Bugungi navbatchilik vaqtimizda tez tibbiy yordam mashinasida ikkita yosh bola kuyish jarohatini olib keldi. 6 oylik bolamiz 30% kuyish jarohati, 2 yosh bolamiz 40% kuyish jarohatini olib kelgan. Ochig'i, bolachalarni chinqirig'idan o'zimni ham ko'nglim g'alati g'ashlandi, lekin shifokorlarning boriga shukur, bolajonlarga onalari bera olmayotgan zarur choralarni ular berishmoqda. O'ylaymizki, tez orada ularning ahvoli yaxshilanadi va ota-onasining bag'riga qaytadi. Birinchi yordam ko'rsatdik, ahvoli og'irligi sababli jonlantirish bo'limiga yotqizdik. Hozirda ularning ahvoli og'irligicha qolmoqda. Davo muolajalari bajarilmoqda. Bizni jonimiz og'risa, dori ichamiz, shifokorga shoshamiz, lekin hali voyaga yetmagan bunday go'daklar faqatgina ko'z yosh to'kib oladi xolos. Hurmatli ota-onalar, hali voyaga yetmagan, o'zi uchun nima yaxshi, nima yomon ekanligini anglashga ulgurmagan farzandingizni ko'proq ehtiyot qiling va bunday ahvolga tushishiga yo'l qo'ymang.